Hey yo PUBG ishqibozlari, sizlar bilan Abuzar bugun. Bugun sizlar bilan PUBG Mobile'da tekinga random yoki pulga random akkaunt beradigan saytlar nega yopilib ketayotgani haqida gaplashamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib keting. Sizlar bilan Abuzar bugun. Unda boshladik. Kelinglar bular asosiy sabablari. Birinchi sababi bu akkauntlar random va chopilgan ham bo'lishi mumkin. Demak, bu akkauntlar chopilganligini bilib PUBG Mobile bu saytni bloklashiga haqqi bor. Ikkinchi sababi bo'lsa, PUBG Mobile hattoki content makerlarga akkaunt sale ochishga ham ruxsat bermaydi. Lekin Google tarmog'ida, ochiq tarmoqda akkauntlar random sotish bu reallikdan boshqa hech narsa emas. Va yana akkauntlarda chopilib ketish ehtimoli ham katta edi. O'zim 2022-2023-yillarda shu random akkaunt olganim, ichida Lavina to'ri bor edi, chopilib ketgan. Dunya nomli saytda hech qachon sizga garantiya berilmaydi. Bor edi Learning Garant, Lizard Garant, Shoot Garant, Pharaoh Garant, X-Suite Garant, Payip Garant nomli ruletkalar bor edi. O'sha paytlarda Visa kartadan pul tiqib, saytdan bemalol foydalanishingiz mumkin edi. Lekin baribir ham akkaunt sizniki bo'lishi 50-50 edi. Chunki akkauntingizga boshqa odam kirib, bemalol o'ynab, narsalarni almashtirib yoki chopib ham yuborishi mumkin edi. U paytlar menimcha 15 kun kirish kerak edi. Keyinchalik akkauntni olish mumkin edi. Hozirda bu narsa yo'qligi uchun Dunyamni shunchaki Google va boshqa brauzerlardan chopib tashashdi. Akkauntga nomer orqali kirsangiz ham bemalol chopib olasiz. PUBG Mobile foydalanuvchilari xavfsizligini o'ylab, bu saytni shunchaki brauzer bilan hamkorlik bilan chopib yuborishdi. Maslahatim umuman random akkaunt otib beramiz deganlarga ishonmanglar. Ular hammasi mashinik, skamerlar. Chunki Dunyam saytda skam bo'lib ketgan va endi qolgan saytlar вообще lo'raslar, o'ylaverasizlar, mashinik qolganlar, hammasi mashinik. Videomiz shundan iborat edi. Sizga agar dunyo bo'yicha eng ishonchli UC servis kerak bo'lsa, bemalol Abuzar UC'ga murojaat qilishingiz mumkin. Silka kanalda shu kommentga yozib qo'yaman. Silkasini bemalol o'tib UC xarid qilishingiz mumkin. Arzon va sifatli. Eng asosiysi juda ham omadli UC servis. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Agar kanalimda 30 ming obunachi bo'lsa, uydagilarim menga iPad olib berishmoqchi. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Aytgancha, keyingi videomizda qayerdan, qanday qilib tekinga UC olish mumkinligini o'rgataman. Shuning uchun shu videomiz 100 ta yoki 50 ta like yig'sa, keyingi video chiqadi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan Abuzar bugun bo'ldi. Sog' bo'lasizlar.